Ertaga boshlayman. Bu so'z sizga ham tanishmi? Har kuni ertalab uyg'onib, oynaga qarab, o'zingizga yoqmaysiz. Kun davomida o'zingiz bilganingizcha dietani boshlaysizda, kechga borib hamma narsani yeb qo'yasiz. Bu holat sizga tanishmi? Bilasizmi Zilola, menga Gulnora ismli 36 yoshli ayol murojaat qildilar. Ularning 3 ta farzandlari bor va 3 ta farzanddan keyin, ya'ni tug'ruqdan keyin sog'liqlarida juda ham ko'p muammolar ko'payib ketibdi. Gormonal buzilish, semizlik, qorin qolib ketishi va shuni orqasidan ular kuchli depressiyaga tushib qoldilar va menga yozdilar: "Nilufar, men o'zimga yordam bera olamanmi?" Va men ular bilan suhbatdan keyin ularning muammolarini, sog'liqdagi muammolarini o'rganib chiqib, ularga kerakli bo'lgan menyuni tuzib berdim. Va eng zo'ri 3 oyda ular salkam 20 kiloga ozdilar. Va buni ketidan ular gormonlarini norma holatga keltirdilar, qabziyatdan qutuldilar va eng zo'ri depressiyadan chiqdilar. Aziz ayollar, siz ham shunaqa natijalarga erishishni xohlaysizmi? Unda bu ishni professionalga topshiring. Meni navbatdagi 21 kunlik marafonimga yozilish uchun hoziroq direktdan Gulnora so'zini yozib qoldiring.